Akalar qaranglar, katta ittifoqdan joy qo'yuvdik, 117 mingga ikkita xonadonni qo'yuvdik 117 mingdan. Xullas, ya'ni 8 sotulligi sotilmaydigan bo'ldi. Hozir bunisini 10 sotuv dedik, 10 sotuvdan oshiq 11 sotuv ekan daji, lekin narxini o'zgartirmadik, 117 ming narxda turibdi. Fasati buni 27 yu 60 ming shunaqa chiqyapti, ichkariga 40 metr bo'lyapti. Qaranglar, tartsovoyga tushgan xonadon, tartsovoyda bo'lyapti. Mana bu yoq tarafdan ham bemalol, ya'ni eshik ochib olsangiz ham bo'ladi. Quruvchiligi vaqti optimal variant bo'ladi. Xo'p, bu darvoza ham, nariga darvoza ham bor. Imorat unaqa eski emas, yangi qurilgan imorat. Narxi taxminan shu 10.600 qanchadirdan aylanyapti, 117 mingga 11 sotuvlik joy. Oldidagi zahvatini ham ko'ryapsizlar. Normallik zahvati bor. Mana bu yoq taraflarni ham ko'ryapsizlar. Qo'ni qo'shni mahalla kuy hamma bor. Endi qaranglar, hovliga ham kiryapmiz. Mana ko'ryapsizlar, baland qilib qurilgan. Eski imorat emas, yashovchiligi ham zo'r variant. 5 ta xonasi bor ekan. Mana bu yoq tarafda 5 ta xonasi bor. Endi hammom tualetli qilib olish kerak ekan. Xo'p, akalar, mana shu joyimizni ulgurib qoladigan joyi. O'tgan safar 10 sotuv deganlariga 10 sotuv deb reklamaga chiqaruvdim, lekin dokumentini qaramagan ekanman. Endi qaravdim dokumentini. Xo'p, 11 sotuv chiqdi. 11 sotuvdan ozgina oshiqroq ham daji. Akalar, qaranglar, bu yerda masalan klientlar rosa kelishdi. Chunki narxi zo'r, joy zo'r, Tarsovoyda. Xullas, quruvchiligi ham zo'r, yashovchiligi ham zo'r, 2-3 ta farzandi bor, do'daligi ham zo'r. Masjidda o'ziga bemalol imoratda qurib bersalar ham bo'ladi. Endi nimaga sotilmadi degan savol bor-da. Ko'pchilik mol boqaman, qo'y boqaman dedi. Endi shuni hisobiga endi kolичество sal ko'proq bo'ladi degandek qilishuvdi, sotilmadi. Ularga berilmadi. Nimaga desangiz, yonidagi uyi akalari o'tadigan bo'lyapti. Bu uy egasi nariyoq uyga o'tib oladigan bo'lyapti, aka-uka. Hop, yonidagi xonadon ham o'zligini opalarini uyi ekan. O'shani hisobiga zarar yetib qolmasin, ko'proq mol qo'y boqsa, hidi urib u degan ma'noda. Xullas, sotilmadi-da. Klient yopishuvdi, kelishuvdi. Endi shunga ulgurib qoladigan joy. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Mana shu katta intifodan joy olaman deyotgan yaqinlar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Katta intifodan bu yoq Oltintepa tarafga kelayotganingizda taxminan 300-400 metrlik masofa, keyin katta ko'chadan shunday kirib kelasiz. Lokatsiyasi vaqti zo'r. Okalar, ulgurib qoladigan joy, narxi ham 10.600. Narxi ham vaqti zo'r joy bo'ldi. Aloqaga chiqaveringlar, barakasini qo'rladi.